Nima deyapti mavzuda? Kim nimaga shuni dedi? Uchinchi mavzu. Amaliy go'sht energetikasining 3-qismi. Nima degani? O'rtacha sutkalik yoki oylik hisob intervallari o'shanga tegishli. Boshlang'ich ma'lumotlar yetishmasligi tarkibida gorizontal qabul qilgich uchun yalpi resurs. Kim bilan shunda? Fikr. Noto'g'ri bo'lsa ham. Demak, bizda eng muhim joyi ma'lumotlar cheklangan tarkibda ekan. Ma'lumotlar cheklangan tarkibda ekan va ikkinchi muhim tarafi nima deysiz? Gorizontal qabul qilgich uchun. Ikkita muhim joyi mavzuga ochib beradi. Endi biz bir qaytarib olamiz. A1 nima uchun edi? Gorizontal set uchun demak, quvvati, energiyasi, yalpi resursi. Energiya zichligi bir xil vaqtdagi nima deydi buni? Quvvat zichligi bir xil vaqtdagi, energiya zichligi yig'ilgan vaqtdagi, yalpi resurs nima? Berilgan hududdagi umumiy energiya. Shundaylar? Ketdi shunday. Endi A2da nima o'zgardi? Demak, gorizontal sirt bo'lmadi-da, qiyalangan sirt bo'ldi. Lekin nima emas? Panel emas. Panelni adashtirmaydi. Bu umumiy potensial. Xuddi shunday ko'rsatkichlar bor, lekin yangi nima kiritildi? Sinib qaytganda kiritildi. Yo'q. Yerga tushib yana qaytadi. Yo'q, u komponentasi. Lekin hisoblashda o'zgartirguncha nima deydi buni? Qiyalik koeffitsient kiritildi. Endi e'tiborli jihati A1da bizada ma'lumot o'ta yetarli. Ya'ni mana GTC jadvalini har bir qismigacha olib beradi. Bor. Shundaylar soat 1da, 2da, 3da, 4da, 5da. Demak, A1dagi hisob-kitob bizga nima beradi? O'ta to'liq ma'lumot beradi. Shundaylar? Ma'lumot. Endi RB-chi. RBda ham bundan foydalansak bo'ladi. Bu bizga qiyalangan sirt uchun to'liq ma'lumot beradi. Shundaylar? Endi A3 nima desa, A3 mana shular yo'q bo'lganda nima qilamiz degan savol. Ya'ni har bir sekund uchun har bir anaqasi yo'q. Nima kiritar ekanmiz? Oddiygina o'rtacha kunlik va qisqasi o'rtacha kunlik, oylik, sutka yillik nima kiritamiz? Kattalik kiritamiz. Ya'ni buni o'sha H o'rtacha deydi. Bu H o'rtacha bilan mana bilan nima farqi bor? Mana shunday. Bu o'ta aniq. Bu umumiy. Bo'ldi. Tushunasizlar? Xo'p. A3 o'rtacha narsa ekan. O'rtacha nima degani? Bizga A1, A2da detalli kunlarni berilgandi. Bir soat 1da shuncha, 2da shuncha, 3da shuncha, 4da 5da shuncha. A3 desa, prosta shu kunning umumiy o'rtachasi shuncha deb qo'yadi. Tushundingmi? Oson ekan? Juda oson. Qanday qildi desa qizig'i yo'q. O'rtachasini aytibdi. Masalan, qaranglar. Mana bu o'rtachasi nima bo'ladi? Hammalar turinglar, ko'zlariga yo'q keladi. Tur ham. Xo'p.
o'rtacha kun, to'g'rimi? Qanday olinadi? Qanday chiqqan? Misol uchun, mana A1 ga ko'ra bizga natijalar berildi. 200 watt ta'sir metr kvadrat qaysi kunniki? Birinchi kun degan gap yo'q. Qaysi taxmin? Misol uchun soat 8 da. Mana 9 da kuchayadimi? 300. 10 da 400. 11 da kuchayib ketdi 600. 12 da ilk nuqtaga chiqdi. To'g'ri? Endi mana shu umumiy yig'inimiz necha bo'ladi? 5 ga bo'linadi. Yo'q, umumiy yig'inni. Ha? 500, 2200, 2300. Mana bu 2300 yani 2-3 kilowatt. H ta'sir metr kvadrat nimaniki? Ha? Yo'q, mana buniki. Tushundinglarmi? Bunda nima bo'ladi? To'liq jiddiy, yo'q, jiddiy hisoblamaydi-da, kunlik aytadi. Sutkalisi o'shanday bo'ladi, bu kunlik. Mana kunlik bizga 2300 chiqdi. Aniq raqam. Tushundinglarmi? Aniq. Bu taxminan 2000 deydi. Tushundinglarmi sizlar? Nima demoqchiman? 3 ta 4 ta eng pitviy nuqtasini oladi-da, o'sha bo'yicha prognoz beradi. Orasida farq bormi? Bor. Lekin o'ta katta emas. Tushundinglarmi? Kunlik o'rtacha bo'ladi. Endi kunlik oylik bo'ladi. Tepasiga chizilgan, mans yozilgan. Day kun, mans oy, oddiy narsa. Misol uchun oylik 2 kilowatt bo'lsa 2000 bo'lsa necha bo'ladi? 30 ga. Mana bu. Keling dedim sizga. Izoh beraylik. 30 ga kiradi. Taxminan 30 ko'paytiramiz. Demak, formulasi nima ekan? X day 30. yo'q, n day bo'ladi. Hammada har xil ketdi. To'g'ri? Demak, bu x day o'rtacha sutkalik nima? Energiya, to'g'rimi? N daychi? Ha? Oyning kunlar soni. Fevralda necha bo'ladi? Kunlar soni. Endi mana shu bo'yicha hisoblaymiz. 2000 chiqdi. Bugun fevral 28 misol. 56 ming. Yoki 56 nima? Kilowatt. H taqsim metr kvadrat. To'g'rimi? Endi qaranglar, bu joyda birligida ozgina o'zgartirish kiritiladi. Bilib olish uchun. H deydi birligi nimani? Ha? Abrida. Kilowatt H taqsimi metr kvadrat ko'paytirilgan deydigan. Yoki kun degan. Prosta shuni yozib qo'yadi. Nima uchun? Bir kunlikning o'rtachasini aytib ketish uchun. Tushundinglarmi? Endi, demak, mansda nima yozar ekan? Oxirida oylik deb yozib qo'yadi. Yoki ko'paytirib oylik birligida yoki mans. Tushundinglarmi? 50 kunlikni nimaga ko'paytiramiz? 365. Chunki 366 kun 4 yilda bir keladi, raqam aytsam, oylikni ham ko'paytirsa bo'ladi. Bizga nima ma'lumot berilganiga qaraymiz. Hamma tushundimi? Yilligini. Demak, yillikda nima yozamiz formulaga? Birligiga yusrava
To'g'rimi? Xuddi shunday berdi. Endi o'rtacha energetik resurs nima qilinadi? Berilgan siz ko'paytirib qo'yamiz. Bu qarang qanday oson. Buni birligi nima? Yo kilovat h yoki kilovat h ko'paytirilgan kunlik. Shundaylar hamma adabiyotda har xil keladi. Bizda birligiga qarab, gapirayotgan kontekstiga qarab nima degan farqlar olishimiz kerak. Ma'noni bilib olishimiz kerak. Endi bu kun uchun ekan, yil uchun berib qolish mumkin. Yalpi resurs. Ko'paytirilgan o'sha kvadrat uchun, to'g'ri? Buniki nimadi? KVH yoki nima? Kilovat h yer. Xuddi shunday birlik. Endi kelib chiqishini yana bir qismi bor, qaraylik. Bizga 3 ta anaqa berilgan. O'rtacha kunlik, o'rtacha oylik va o'rtacha yillik. Savol tug'iladi. Bu bulardan kelib chiqyaptimi yoki bundan bunga kelib chiqyaptimi? Shunga farq qiladi. Misol uchun yilligini beradi. Yilligi misol taxminan necha bo'ladi? Misol uchun mana 7 gigavatdan ham teravat ketadimi yo'q? Gigavat. Gigavat h misol uchun mana metr kvadrat. To'g'rimi? 7 gigavat bo'lib ketyapti. O'rtachasini berdi. Endi o'rtacha oylik toping sanab bilasizlar? 12 bo'ladi. Shuning uchun qaranglar. Bu masalan 7 mana bu 7 gigavat chiqdi bu. 7 gigavatni 12 bo'lsa, taxminan 7 ni 12 bo'lsa 0.5 mi 6 shuna. Demak 0.6 mana gigavat h metr kvadrat. Bu berilgan. Taxminan buni bo'lib olsak 30 ga 0.6 30 ga bo'lsa matematik qiziq. 0.02 emasmi? 2. 0.02 gigavat. 2 kilovat ketaman. 2 kilovat ekan. Endi qaranglar. Bizda qiymatda 7 berilgan, 6 berilgan, 2 berilgan. Bizda mana shu 3 ta qiymat birdan berilsa biza bila olmaymiz. Bundan orqaga aytgan, arqadan oldinga aytgan. Chunki bizga kunlikni berib qo'ysa ham, 30 ko'paytirsa bu kelib chiqadi. Buni 12 ga ko'paytirsa bu kelib chiqadi, to'g'ri? Lekin buni nima farqi bor desanglar, qarang, bitta joy nozik nuqtasi bor. Day months nozik nuqta joychasi. Year. Bunda x day degani o'rtachasi. Nima degani? Ichi bir xil deganimi? Har bir soat jadval bor-ku bizda. Har bir soatlik jadval. Mana shu yerdagi hamma mana 1 soat, 1 soat, 2 soat, 3 soat, 4 soatda bir xil raqam ketgan degani x day. Yo'q. Bilmaymiz hech ketgan. To'g'ri? Endi qaranglar. Xuddi shunday Mansga o'tdik. Mansga o'tsak, ichidagi har bir kunni energiya miqdori bir xil ketdi deganimi yo'qmi? Yo'q, shundaymi? Endi qaranglar, bizga x misol uchun 2 berilgan bo'lsa, bu endi 30 ko'paytirdi, 60 degani. Bu x de qaysidir bir kun uchun. Agar biz 60 dan bu tomonga ketgan bo'lsa, mana 60 dan pastga qarab ketayotgan bo'lsa, qaysidir kun 1 bo'lgan, qaysidir kun 3 bo'lgan, qaysidir kun 9 bo'lib ketgan, qaysidir kun 10 bo'lgan, qaysidir kun yana 1 ga qaytgan. Umumiy o'rtachasi 60 deb qo'yadi. Shundaymi? Shuning uchun qaysidan olishni bilish nima ekan? Muhim ekan. Endi x yer degan har bir oyda bir xil quvvat bor deganimi yo'q? Yo'q. To'g'ri? Shuning uchun ham biz qayerdan qayerga chiqqanini bilishimiz nima ekan? Kerak ekan. Kimda nima savol bor? Chalkashtiradigan. Chalkash qolgan joylar bo'lsa. Hamma shundaymi?
Tushundingizmi, Kamil? To'g'rimi? O'zingizdan tushunmaganga o'tamiz. O'sha masala kontekstiga qarang. Endi eng muhim jihat savol. Xo'p, o'rtacha bergan ekan. Bizga nega kerak? A1 bilan A2 real proyektlar uchun kerak. Qaysi hududda quyosh potensiali qurmoqchisiz? Quyosh potensiali, quyosh energetik stansiyasi qurmoqchisiz. A3 bilan o'sha ishni qilmaydi. Shundaylar? A3 bilan A3 nima uchun kerak? Tezkor hisob kitob qilish uchun kerak. Masalan, qaysidir hududni tez tanlashimiz kerak. Aniq hisob kitob bilan emas. Hududlarni saralayapmiz. Masalan, bizga 100 ta obyekt berilgan. Qanday qilamiz? Har birini detalli ishlab chiqamizmi? Yo'q. Statistik ma'lumot deydi bunisini. Bu aniq. Endi Vaqtga qarab vaqt berilganimizda A1 A2 qisqa vaqtda hisoblash keraksa nima vazifa qo'yilganiga qarab. Tushundingizmi? Masalan, 100 ta anaqa berildi, yer, 100 ta hudud. Sizlarga loyiha berildi. Qaysi hududda ikkita bo'lishimiz kerak? 100 tadan ikkita. Qaysi hududda? Agar 100 tani detalli hisoblab chiqib ketsanglar, bittasini bir kunga hisoblash uchun mana bir kun ketdi deydi. Tushundingizmi? Demak, necha kun sarflaysiz? 100 kunga. O'sha proyekt uzoqlashib ketib qoldi. Endi shunda A3 dan foydalanasiz. A3 o'rtachasi, umumiy o'rtacha olib ketsanglar, 100 tani bir haftada hisoblasanglar bo'ladi. Shunda 100 tani saralaysizlar. Qaysi hudud potensiali? O'rtachasi eng yaxshi. Ha, o'rtacha eng yaxshi ko'rsatgan olasizlar. Misol uchun 100 tadan nechta chiqadi? 10 ta chiqadi. Ana endi mana 10 tani mavlaga qo'yib detalli hisoblasa bo'ladi. Aniq qaysi hududda quramiz. Farqini bildinglarmi? A1 qachon kerak, A2 qachon kerak, A3 qachon kerak. Kim tushunmadi? O'tiraydi. Senga aytmadim. O'tiringlar. Sen deyishding. Masala yozamiz. Men bilan oxirigacha ko'rasan. Pishasan. Tezdakin to'qmoq qilish nima deyish kerak? Men senga o'xshamayman, bro. To'g'ri eshitding. Men xuddi shunday. Shunday o'zim kutilmading. Mana shunday. Shuning uchun men buyruq bergandan keyin iloji boricha tiling ishla. Istalgan tuhmat bilan mana shunday chiqarib qo'yaman. Qancha gapiryapsan, shuncha o'zingga plyusga ishlayapsan. Shuncha ko'zimga chiroyli ko'rinadi. Shuncha seni yaxshi ko'rib qolaman. Xo'p, yozamiz. O'tir. O'rtacha sutkalik energiya quvvati, energiya zichligi ikki kilovat H metr kvadrat bo'lsa, o'rtacha oylik energiya zichligi toping. Hamma yozdimi? Tushundimi hamma? Tushundinglar? Tushundingmi? Eshitdingmi? Tushunmading. Demak, qaranglar. X de nima deyapti? Xo'p. Qaysi oyda aytyapti? Oyda aytmadi, lekin mayli, fevralda olamiz. Nima bo'ladi? Shunda endi nima bo'lar ekan? Formula
Nechiga? Nechi chiqadi? Xo'p. Keyingi masala. Yillik o'rtacha energiya zichligi yillik o'rtacha energiya zichligi 6 gigawatt h taqsim metr kvadrat bo'lsa 6 gigawatt h metr taqsim kvadrat bo'lsa fevral oyi uchun o'rtacha oylik energiya zichligi toping. Fevral oyi uchun o'rtacha energiya zichligini toping. Biza nimadan pastga tushamiz? Nechi ekan? 6 soat pasini Nima ekan? Fevral oyimi? Endi yildan pastga tushayotgan shu qizig'i yo'q, qaysi oy? Shundaylar? Shuning uchun nima qilib qo'yamiz? 12 ga bo'linamiz. Shunda 12 ga bo'lib qo'yamiz. Nima chiqadi? Nima? Xuddi shunday. Keyingi masala. O'rtacha oylik energiya zichligi o'rtacha oylik energiya zichligi 20 kilovatt metr taqsim kvadrat. Uch kilometr kvadrat hududda 3 kilometr kvadrat metr hududda yalpi resursni hisoblaydi. Demak, yozamiz. Nima ekan berilgan? Hop. S 3 kilometr. 3 kilometr bo'ladi. Yarmi resurs topilishi. Hop, nima topish kerak? Nima bo'ladi? Yo'q. Mana nima so'radim? Yillik yalpi resurs. Sizlar oylik topdir. Yillik aytmadingizmi? Aytdim. 3 kilometr hududda yalpi resursni hisoblaydi. O'sha yillik deysizlardan tushib qoldim. Yillik hisoblaydi. Ya, qara, hamma aytmadsa aytmaydi bular. Aytinglar. Demak, birinchi kun. Ha, hasbar day o'rtacha 100 nima? Taqsimini nechiga? Vafo gazo. 700 ekan, to'g'ri?
S nima ekan? kilometr. Xo'p, nima topish kerak ekan? Yal. O'sha oylik resurs, oylik. Endi qaranglar. Biza 7 kun berilsa, nimani o'rtachasini topib olishimiz mumkin? Kunlik yetki borki, Bir haftalik. haftalik topib olishimiz mumkin. O'rtacha haftalik. Nima bo'ladi? 2800 qiymat bo'ladi. Hammasi qo'shib 7ga bo'linadi. Yo'q, bo'linmaydi. Nechi? Yunus qo'shilgan. 2800 birdan 700. Ma'lummi? Demak, 2800 kilovat h taqsim etgan kvadrat. To'g'rimi? Haftalik. Xo'p, oylik qanday topamiz? o'sha 4 ga ko'paytirilgan qiymat. Agar shunday ta'sir etsa, Demak, 4 ga ko'paytiriladi. Shunda sal formuladan chetlashsa qotib qolasiz. Nechi bo'ladi? Ha? Shundaymi? To'g'ri hisobladingmi? To'g'rimi? Endi oylik yana qancha? o'sha haftalik. 2ga To'g'rimi? Oylik ustida shuni o'zida Yalpi resurs so'radi. Yalpi resurs. Yalpi resurs so'rayapti. Oylik. Demak, Yalpi resurs emas. 1200 ko'paygan 2 10 oldi. shunda javob nima bo'ladi? Nechtani bo'lib ketdi? Xo'p, birinchi o'zini yozamiz. 2, 2, 4, 2 ta nol bilan gigani beradi, to'g'rimi? Keyin nima qilamiz? Mana bu 3 ta o'ramiz. 4. Shundaylar. haftalik o'zini hisoblab berish kerak. Haftalik.